Kimyoviy milliy sertifikat va kimyoviy savol javob kitoblari Angren shahriga jo'natilmoqda. Xo'sh, milliy sertifikat kitob 17 ta variantdan iborat. Har bir variantni uyga vazifa qismi ham bor. Masalan, mana bu 11-variantni ko'radigan bo'lsak, 11-variant 36 gacha test qismi, 36 dan 40 gacha yopiq ochiq test qismi, ya'ni javob yozilgan test, 41 va 42, 43lar yozmish qismi. Va shu 11-variantga uyga vazifa tuzilgan. Uyga vazifa ham shu 43 talik uyga vazifa. Har bir savolga 2 tadan tuzilib chiqqan. Hatto mana 33-35 javob tanlanadigan savolga ham 33-35 birinchilari va ikkinchilari deb 2 tadan uyga vazifa tuzib chiqqan. Hatto mana bu 42 ni reaksiyalari, 42 ni birinchi reaksiyalarida 7 ta reaksiya, 42 ikkinchi reaksiyalar va shu uyga vazifasi narigi variantdagi yozmishlarni mustahkamlashga yaqin qilib tuzilgan. Ya'ni variantda boshqa reaksiya bo'lsa, bunda boshqacharoq reaksiya, lekin bitta mavzudagi reaksiya tuzilgan, bitta yo'nalishdagi reaksiya boshqacharoq tarzda tuzib chiqilgan. Shunaqa shaklda 41, 42lar ham xuddi shunday 41lar ham ikkita tuzilgan va kalkulyator ishlashga juda mos holatda tuzib chiqilgan. Sertifikatga, yozmishga va test qismiga tayyorgarlik ko'rishda eng zo'r yechim shu. Nazariy kitobimiz barcha 7, 8, 9, 10, 11 sinflarni to'liq nazariy holatga, yozmish savol javob holatiga keltirgan. Shu kitobni o'qish orqali darsliklarni o'qish shart emas. Barcha darsliklar o'z ichiga oladi. 5 ta darslik sotib olmaysiz, bitta shu darslik orqali kimyoviy nazariy qismini o'rgansangiz yetarli. Sertifikat olish uchun yetarli bo'ladi.